Boshlandimi? Boshlandi. Assalomu alaykum chorvadorlar. 28-iyun kunida uka ko'rsating operator. Operatorni zo'rin topib keldi. Turkiyadan kelgan operator, xudo xolasa, inji kilo operator. Makkamiz xudo xolasa srochniy so'raganlarga, vaqtinchalik yedirib turaman degan insonlar uchun. Vaqtinchalik to pishqqa yetolguncha chorvasi ko'plar yetkazib beramiz. Do'konlarga yaxshi suv chiqmaydi, qopda to'planmaydi. Shahar bo'ylab emas, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz xudo xolasa. Bu meni shogirdim Asilbek. Mana shu 578 da mashina ukam olib boradi, zo'r qilib. O'rinda boshladik, kombayn ishlayapti, Makkaning holati zo'r ekan. Suv oqmaydi, yedirib turgani bo'la oladi. 1 minut bo'lib ketmadimi? Yo'q. Bu telefon qilsanglar ekrandagi nomerlarga. Ish boshladigan, kecha jala quygan, akalar qaytib ketganimiz ololmasdan. Endi xudo xolasa quyosh chiqdi. Makkadan suv qochdi, o'rishni boshladik. Aloqadamiz Paddeshkadasizlar. Like bosinglar.